Qur'on Karimda Allohning biz almishini qo'llanishi. Savol: Assalomu alaykum. Qur'on Karim tarjimasida mundaq bir gapni faqat tushunolmadim. Ya'ni biz sizlarni qilib yaratib qo'ydik deb ko'plik almish yozilgan ekan. Buni tushuntirib qo'yishni umid qilaman. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ahli tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qur'on Karim Allohning kalomidir. Arab tilida nozil qilingandir. Arab tili ifodalash usulida birinchi shaxsga ulug'lash yoki hurmatlash uchun yoki mubolag'a qilish uchun ko'plik almishini qo'llanadigan odat bor. Yana taxa o'ziga xuddi boshqa bir shaxsga xitob qilayotganda xitob qilish yoki birinchi shaxsga uchinchi shaxsga xos bo'lgan u degan almashni tajrid uslubi orqali ishlatishmi bor. Shunga Janobi Alloh taolo va taqaddas Qur'on Karimning ba'zi oyatlarida inna, ya'ni cho'qim biz, yana ba'zi oyatlarda nahnu, ya'ni biz degan so'zni keltirgan. Bu Janobi Allohning kattaligini va ulug'ligini bildirdi. Ammo hech qaysi oyatda arab tilidagi ikki kishiga xos musanna almishini ishlatmaydi. Chunki Alloh birdir, tangdoshsizdir. Imom Buxoriy sahihida Qadr surasi 1-oyatdagi anzalnahu degan ibora amaliyotda nozil qilguvchi yolg'iz Alloh bo'lsa-mu, ko'plik holatida kelgan. Buning sababi shuki, arablar texmi ta'kidlik, texmi mustahkam bo'lsin uchun birisining ish harakatini ta'kidlash uchun ko'plik so'zini ishlatadi degan. Imom Ayni buni bu tariqada birlikning o'rnida ishlatilgan ko'plik arab tilshunoslar qo'llanishida ulug'lash ko'pligi deb ataladi deb sharhlaydi. Uyg'ur tilidami yolg'iz kishi po atqanda, o'zini cho'ng tutganda biz degan unda qilavatdiq, biz degan buni qilavetimiz, biz bog'o munda qiladigan odamlar jumu deganda ko'plik almishini ishlatadi. Ba'zi podshoh raislarmi o'zini cho'ng tutganlikdan o'ziga biz degan almashni ishlatadi. Buni ozg'ina til tadqiqoti bilan shug'ullanganlar biladi. Demak, Qur'on Karimda biz deb ko'plik almishini ishlatish ko'plikni emas, Allohning ulug'ligini, sha'nining yuqori kattaligini ta'kidlash uchundir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 8-numorliq fatvo.